Ben şu üçüncü adam mən bo'lib qolsam shunchaki bo'ladi. Men shu narsani ko'tarib bilmadim. San'atni to'xtataman. Assalomu alaykum, meni kuzatuvchilarim, yakunlarim, mehribonlarim, insta oilam. Sizlar bilan buyum bir dildan suhbat etasim geldi. Chunki menga direktma gap turgan ko'p savollara o'zim sizlarga shu savollara javob berajekman bugun. Bu savollarning birinchisi endi menga kelib turgan endi raqsga qaytmaysizmi, endi to'ylarga chiqmaysizmi degan savol. Birinchisi, ikkinchisi chiqavering, necha o'randingiz, nima sabab bo'ldi, o'ranganingizga degan savollardan ko'p keladi. Bilasizlar, men masalan insonning qadri bir boshqacha bo'ladi ekan-da. Mana shu narsa qattiq ta'sir etgan narsa bu meni birinchi ishi san'atni tark etishim, yuragim qattiq og'rigani yo ichimda meni vicdonim qattiq uyg'onganimi shu sabab bo'ldimi? Klassdoshlarimizdan birinchi shu Sevinch klassdoshimiz bor edi. Bechora endi 9-klassni bitirib, turmushga chiqib, oila qurib, endi masalan ham endi oilasidan ham ajrashdi. Qizi hozir endi bodi bir 17-18 yosh bodi qizi. Shu chiqqanim klassdoshimiz, dengdoshimiz yana masalan maktabdan chel birga o'qidik. Chet elga ketdi, ishladi, pul yig'nadi. Shu yig'nan pullarni kelib imorat qurdi. Kelib bizlar imoratini hammamizga shu joy to'yini aytib, imorat to'yini aytgan vaqtda borganmiz, o'ynab kulganmiz. Bir oy o'tgandan keyin shu klassdoshimiz vafot etdigan xabar keldi. Men shu narsani ko'tarib bilmadim. Men dumyamon bo'ldim. Haftalab yig'lab yurdim, chunki menga deng tushmadi. To'ya boraman, boshqa aytaman, ko'zim oldina shu qiz kelaverdi. Keyin ko'p o'tmay, shundan keyin Ayzan Yazmetova akamiz ham bor edi, joylari jannatda bo'lsin. U ham Xorazmning yulduzi xalpasi edi. Shu bechora kasallangan vaqtida biz Zafar ola bilan ukasini to'yina bordik, Ibodulla to'yxona. Shu vaqtda endi biz suhbat qurdik. Shuning qisinib o'tiribdi-da, men endi shundan men eng ta'sirlangan narsam Zafar dedi shuni turdidan. Agarda dedi meni hozirgi aqlim bo'lganimda dedi, uy, joy, mol, mulk demasadim dedi, bunda o'lishimni dedi, kutib o'tirishimni bilganimda dedi. Men dedi bir xonali uyda yashab dedi, dunyo gazaradim topgan pulima dedi. Bunda dedi kasalligimni dedi, bilib dedi, o'lishimni kutib yashashimni bilganimda dedi. Odam eldinda bo'lgan narsasini bu bilmaydi dedi. Keyin shu yerda o'tirib shu masalani ikkinchi narsa menga bo'lgan udor, keyin xo'rliqim keldi meni. Ben şu üçüncü adam mən bo'lib qolsam shunchaki bo'ladi. Shu narsaga men tayyormanmi? Qani men nov ish etdim. Masalan, davlat uchun bir ishlagan ishim bo'lishi mumkin, xalq uchun xizmat etgan bo'lishi mumkindir. Lekin-de Alloh uchun men nov ish etdim degan narsa men ish o'rimdan shunday joylashib hech bir meni dinch qo'ymadi men. Keyin men bir qaror etdim. Opam kasallanaverdi, shu yo Alloh taolo shu eldima chiqaraverdimi meni? Mecbur etib shu tayyorlan, sana shu narsa bo'lib turibdi deb. Opam dum ko'p kasallandi. Keyin bir ko'nglimga duyib qo'ygan narsam bo'ldi, tamam, san'atni to'xtataman. Opamni olib farzandlik burchimni ado etib, shu umra safarina borib, ziyorat etib, ibodatimni ataman buyonana degan narsani men qalbimga duyib qo'ydim. Shuni men bu narsadan bir xulosa aytmoqman, iltimos sizlardan shu men shu video relisimni ko'rgandan keyin ham iloji borincha shu video relislarni hammasini maksimal darajada tarqatib insonlarga natsangizlar, yuborsangizlar, like bossalar men xursand bo'laman. Chunki menga kelib turgan savollarga men charchadim. Chiqavering axir, yana o'ynayvering axir. Xo'p, mayli, men raqs tushishim mumkindir, o'ynashim mumkindir, lekin-de bir o'zim yaqinlarim yonida, boshqa yonida undan bir o'ynasam kelsa o'ynayman. Bo'lmasa men raqsga qaytish niyatim yo'q. İnşallah Xudo xolasa men shu o'ranganim ham уже почти 1 yil bo'libdi. Sizlardan qattiq iltimos etaman. Menga shunday SMS-larni yozmasangizlar men xursand bo'laman. Sizlar bilan ko'p shunday bir xushroq video relislarni ishlab qo'yishga men harakat etaman. Hammangni yaxshi ko'raman. Hammangizga katta rahmat.